Bu illyuziya emas. Xo'sh, hozir ko'rsatilgan kvartiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Nurafshon restoran tomonidan ajoyib lokatsiya bo'yicha juda ham ajoyib bo'lgan kvartiraga yetib keldik. Xo'sh, murojaat tanishtirishni boshlaymiz. Oshxona qismidan boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek juda ham yaxshi ta'mirlangan, barcha jihozlari qoladi. Shu ko'rib turgan hamma narsa qoladi. Remontiga alohida e'tibor berilgan, ranglari mana ko'rishingiz mumkin, talab qo'yilgan. Xo'sh, birinchi xonamiz kattalar yotoqxonasi. Bu ko'rib turgan narsalardan barchasi qoladi. Tak, davom etamiz. Ikkinchi xonamiz bo'ladi, zal qismi. Mana eshiklarga e'tibor bersak, eshiklari juda ham mustahkam. Zal qismiga keladigan bo'lsak, mana yumshoq mebellar qo'yilgan, konditsionerlari bor. Devorni yana keyinchalik bir moslab o'zingizga ranglab olasizlar, kim oladigan bo'lsa agar. Oyoq qismlariga yumshoq gilamlar tashlab qo'yilgan. Hozir mana shunday kattagina joy. Narxiga keladigan bo'lsa 48900 qilib qo'yganlar, yana kelishadigan joyi bor ozgina. Pastda opsiyada nomerlar qoldiramiz, bemalol telefon qilib kelsangizlar bo'ladi. Bitta fishkasini aytamiz. 65 kvadrat maydonga ega, yana xuddi shuncha 65 kvadrat korobka holatda podvali ham mavjud. Xohlasangiz bu joydan qayerdandir xot qilib olsa bo'ladi yoki отдельный kirish joylari ham mavjud.